bittasidan bittasi o'zbek Izraelda dokument oldi ishlashga. Mana o'zbeklar Izraelga boryapti. Izraelni nima desamki, отношенияsi ham o'zbeklarga qaraganda yaxshi, yomon emas. Shunaqa nima desamki, Rossiyaga o'xshab ruskiy община yo'q, to'g'rimi? Muomalasini yaxshi qilyapti yevreylar o'zbeklarga qaraganda. O'zbeklar esa gandon xalq. Yana bir aytaman, gandon xalq. Hamma yoqda propaganda bo'lib yotibdi hozir. Anaqa yahudiylarga qarshi, mana yahudiy Iranni uryapti deb. Xuy pilot. Agar shunchalik yahudiy yomon bo'lsa, nima qilasan o'sha Izraelda? Sen gandon xalq, men tushunmadim. Ana bor Saudiya Arabiyaga ishlar. Arabskiy Emiratga ishlar. O'sha Allohning yonida bo'lasan, to'g'rimi? Dom Allohga deysizlar-ku, anaqa Saudiya Arabiyani, to'g'rimi? Nevatga borib ishlamaysan, chunki bilasan sen xuyi pilot xalq, bilasanki, что o'sha yerda sen qul bo'lasan konkret. Arablar sanlarni qamchilardan ishga jo'natadi, qamchilarni urib ishga jo'natadi san gandonlar. Buni yaxshigina bilasizlar. U yerda qul bo'lasan, u yerda arab mamlakatida, u yerda yaxshi muomala ham. O'rtalar pidaras dushmanlar. Hozir bitta islomchini gapini qo'yib beraman. Islomchilar bular fantaziyor, aldoqchi, yolg'onchi-da o'zi bilan. Orolida 500 ming yosh bolalar o'lingan. 500 ming yosh bolalar o'ldirilgan. Hammasi yosh bolalar bo'lgan. Pedofillik qilishgan, o'sha yosh bolalar iznasirlik qilishgan va o'sha yosh bolalarning go'shini qo'g'irib yeyishgan. Bu bilasizlarmi nima to'g'risida gapiryapti? Epstein to'g'risida gapiryapti. Epstein bolalarni o'ldirgan ekan, 500 ming bolalarni o'ldirgan ekan, keyin bo'lsa go'shini pishirib hammasini yeyishgan ekan o'sha Dekapri, anaqa Trump, Clinton, boshqa katta odamlar butun o'sha bolalarni go'shini yeyishgan ekan pishirib, tushunasizlar? Mana shunchalik bu bilasizlarmi nimaga o'xshagan yolg'on? Bu masalan Kusto islomga o'tdi, Michael Jackson islomga o'tdi. Anaqa Mr. Bean artist. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz vatandoshlarim, dindoshlarim, menga podpiska bo'lgan insonlar, meni videolarimni ko'rayotganlar, barchalaringiz sog'misizlar, salomatmisizlar? Barchalaringizga Alloh kuch-quvvat bersin. Hamisha salomat bo'linglar. Bu videoyim menda bir hafta oldin bunaqa nimalar yo'q edi. Ateist, negativchilar yo'q edi. Buni negativchi ham deyilmaydi, ateist. Ateist bilasizlar, qanaqa insonligini. Ateist u harom, astag'firulloh. Ateist shunaqangi iflos insonlarki, ular hech narsaga ishonmaydi. Shunaqa insonlar. Hozir shuni topdim men, hozir mana shu videoni boshqa qo'yib qo'yaman, shu iflosdan. Menda qatta bu ateist mumkin, haligini kanaliga kirdim. 8000 qancha ham podpischigi bor ekan. Hammasi ateist ekan. Astag'firulloh, tavba qildim. O'shanda haramlar menga o'tib olishibdi, tavba qildim. Qatta bu shunchalik menga negativ ko'payib ketibdi deb hayron bo'ldim, oqtardim, tavba qildim. Shu ateistni hozir qo'yaman, 100 jamolini ko'rasizlar. Alloh shu jamolini ateist hech narsaga ishonmaganligi uchun jamolini ham bir xununlashtirib qo'ygan bu eshakni. Men hozirda o'zida to'xtamay so'kinib, nimaga bu turk deb yozib olgan, turk deb yozib olgan. Haram inson turk deb yozib olgan. Menga chiqib, nima bu yevreylarni duo qilinglar, unaqa qilinglar, bunaqa qilinglar deyapti desam, bu onasi bilan birga nima qilingan ekanda bu odam. Onasi bilan nikoh qilingan inson ekan bu. Tavba qildim, ateist. Shu videoyimni boshda qo'yib qo'yaman, ko'rasizlar qanaqa insonligini. Meni videolarimni tarqatib, podpiska yig'yapti. Tavba qildim, ateist. Meni videoyimni qo'yib, munkaraylar, bu Epstein haqida, biz dadamiz haqida nima deyapti mana u? Bu musulmonni bolasi, bizni dadamiz Epstein haqida nima deyapti bu? Meni yevrey dadalarim, nima dedi yana? Netanyahu dadam
mana u bizni musulmon, mana u musulmon bizni yomonlayapti, Epstein dadamni yomonlayapti deb chiqibdi. Mani videolarimni qo'yib. Shuni ham ko'payam, xudo xolasa hozir ko'rasizlar. Men hayron bo'ldim, men bir hafta oldin bunchalik menda negativ, bunaqa yevreylar yo'q edi, hayronman. Yevrey hozir kanalimda 8 tami 10 ta bo'lib ketibdi yevrey. Bular barisi bir xilgalari, yevreylar unday demanglar, yaxshi odamlar deyishadi-da. Yaxshi gapirishadi nihoyat. Bular qayerdan keldi desam, o'sha turk degan nima bloger bor ekan. Ateist. Dadasi Epstein, onasi Netanyahu. Shular. Bu o'zini onasiga nikohlangan inson. Hozir men topib oldim buni. Men buni blokka tiqmayotgandim, bu turk. Mayli endi shunchalik nima qilarkin, bir qiziqishibdi kirsam, kanallari bor ekan. 8600 qancha ham podpischiga bor ekan. Hammasi ateist ekan. Hammasi yevrey, ateist, Epsteinni avlodlari ekan. Aziz vatandoshlarim, dindoshlarim, hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shunaqa insonlardan ehtiyot bo'lamiz. Bunaqa insonlar juda iflos, harom troll deyiladi. Trolllar yuvinishdi, nima qilishni yomon ko'radi. Bu ham hozir yuzini ham yuvmabdi. Videosini qo'yib qo'yaman, yuzini ham ko'rasizlar buni. Hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.